Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz massivlar, jumladan statik va dinamik massivlar haqida so'z yuritamiz. Hamda chiziqli bog'langan ro'yxatlar, 1 va 2 bog'lanma ro'yxatlar ustida ba'zi bajariladigan amallarni ko'rib chiqamiz. Demak, dasturlashda massiv bir xil turdagi elementlarni o'z ichiga olgan eng muhim ma'lumotlar strukturalaridan biri hisoblanadi. Ya'ni e'tibor beramizki, massiv o'zida faqat bir turga ega bo'lgan. Misol sifatida faqat butun turlardan iborat yoki faqat haqiqiy turlardan, haqiqiy yoki mantiqiy turlardan yoki string, char kabi faqat mana shu turlardan bittasini qabul qiluvchi va mana shu tur bo'yicha butun bir elementlarni o'zida to'plam ko'rinishda saqlab turuvchi demak o'sha massiv hisoblanadi. O'sha demak massivlar ustida bajariladigan ba'zi amallar hamda ularni qo'llanish sohalari demak bir vaqtning o'zida massivlarni oldindan chegaralarini berish, ularni zarur paytlarda o'zgartirish, zarur paytlarda kamaytirish kabi ba'zi amallarni ko'rib chiqamiz. Demak, bilamizki, dasturlashda butun bir ma'lumotlarni o'zida saqlab turish uchun bir necha ko'rinishdagi to'plamlar mavjud. Ya'ni o'tgan darslarda eslaringizda bo'lsa, o'tgan darslarda mana shu to'plam klasslardan ba'zilarini tushuntirib o'tgandik. Bugungi darsimizda ham o'sha to'plam klasslar tarkibiga kiruvchi o'sha bir bog'lamli ro'yxatlar, ya'ni list va ikki bog'lamli linked list, o'sha bog'langan ro'yxatlar, linked list kabi sinflar haqida so'z yuritamiz. Demak, massivning umumiy joylashuvi mana ushbu sxemada ko'rsatilgan. Massiv asosan ikkita narsadan tashkil topadi, ya'ni element va uning indeksi. Mana jadvalda, yuqoridagi jadvalda ko'rib turganingizdek bular elementlar. Demak, uni past qismida ularning indekslari, ya'ni joylashuv o'rni va o'sha joylashuv o'rniga tegishli bo'lgan elementlar deb tushunsak bo'ladi. Odatiy holda, demak, massivlarning indeksatsiyasi 0 dan boshlanadi. Ya'ni 0 dan boshlab davom etadi, butun ko'rinishda o'sha sonlar indekslanadi. Yana bunga bitta amaliy misol keltirib o'tsak, hammamizga tanish o'sha shkaf va unda joylashgan polka. Tasavvur qilamiz, o'sha kutubxonadagi kitoblar turgan shkaf yoki javon. O'sha demak, shkafning bilamiz polkalari bor. O'sha polkalarni har birining o'zining nomeri bor. Ya'ni 1, 2, 3, 4 deb nomerlanadi va har bir polkasida har xil turdagi kitoblar joylashadi. Endi tasavvur qilamiz, o'sha kitoblar bu massivning elementlari. O'sha polkaning nomeri o'sha massivning indeksi. Shkafning o'zi massiv deb tushunsak bo'ladi. Demak, xuddi mana shunday ko'rinishda massivlar o'zida ma'lumotlarni saqlab turadi. Mana bu yerda demak massivning umumiy uzunligi 9, demak boshlang'ich indeksi 0 va o'sha oxirgi indeksi 8. Mana shunday ko'rinishda elementlar massivda joylashtiriladi. Demak, ularni e'lon qilish yuqorida aytib o'tganimizdek faqat bir tur bo'yicha dedik. Mavjud bo'lgan turlarning ixtiyoriy birsi bo'yicha nima qilish mumkin? Demak, u turlarni belgilash mumkin. Mana misol uchun bu misolimizda R degan bitta massiv yaratyapmiz va massiv yaratilishining yana bir ko'rinishi mana 4 burchak qovus bo'lsa, demak, bu o'zgaruvchi massiv deganini bildiradi. Uni oldida, demak, massiv ham bitta o'zgaruvchini oldida o'sha unga mos bo'lgan tur ko'rsatiladi va unga oldindan qiymat berish, ya'ni statik ko'rinish. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, tenglik belgisidan keyin figurali qovusning ichida qiymat berilyapti. Ya'ni bu statik butun turga mansub bo'lgan statik massiv hisoblanadi. Xo'p, statik nima, dinamik nima? Statik bu o'zgarmas, ya'ni oldindan elementlarni berilsa, shunga qarab turib u xotiradan joy ajratiladi. O'sha belgilangan tur bo'yicha, mana bu yerdagi o'zgarish turi bo'yicha xotiradan joy ajratadi. Misol uchun 3 ta element kiritilsa, bu 3 ta element uchun joy ajratadi. Ya'ni bu o'zgarmaydi. Statikka qo'shimcha element qo'shib bo'lmaydi keyinchalik dastur ishlash jarayonida. Sababi yuqorida faqat 3 ta elementni buni belgilab qo'yganmiz. Misol uchun 4-chi element qo'shmoqchi bo'lsak, buning iloji yo'q. Demak, mana dinamik massivning ko'rinishi mana ko'ryapsiz. Mana array teng new int deb 3 ta deyapti va buni keyinchalik yana ma'lumot kiritsa, o'zgartsa bo'ladi. Dinamik nima? Dinamik endi o'zgaruvchan degani. Statik o'zgarmas, dinamik o'zgaruvchan. Ya'ni o'sha belgilangan xotiradan, o'sha xotira deb tasavvur qiladigan bo'lsak, belgilangan joyidan ko'proq qo'yish kerak bo'ladi. Misol uni ko'paytirish yoki kerak bo'lmagan paytlarda uni kamaytirish xususiyatiga ega bo'lsa, bu dinamik ma'lumotlar tuzilmasi deb tushunishimiz mumkin. Xo'p, demak, har qaysisining o'zining afzalliklari bor. Misol uchun, statik
massivning afzalliklari u samarali bajarish vaqtiga ega, sababi elementlar ma'lum bo'lgandan so'ng aynan mana shu elementlar ustida amallar bajariladigan amallar oldindan ma'lum bo'ladi. Demak, statik taqsimlashning ishlash muddati dasturning butun ish vaqti bilan belgilanadi. Statik massivning ba'zi kamchiliklari: agar kerak bo'lganda element qo'shish kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha element qo'shib bo'lmaydi. Demak, va hokazo boshqa amaliy qismlarimizda ko'rib o'tib ketamiz. Mana endi aynan yozuv sintaksisi, mana suit degan bitta massiv yaratyapmiz va bunga elementlarni berib qo'yapmiz. Teng new string deb turib, mana shu elementlarni kiritib qo'yapmiz. Xo'p, shuningdek statik massivni quyidagicha e'lon qilishimiz mumkin. Ya'ni bu bilan pastdagi qismi, demak, parallel ikkisi ishlaydi bir xil. Mana shunday ko'rinishda demak e'lon qilish mumkin. Nimaga elementlar ikkilik kavычка? Sababi string, massivni, suit degan massivni string tipida deb aytyapmiz. Mana 4 burchak qavs bor. Demak, bu massiv string ma'lumotlardan iborat. Xo'p, endi mana o'sha nima e'lon qilish amaliy qismimizda massivni e'lon qilgandan keyin mana string degan bitta array massiv e'lon qilyapmiz va bu yerga mana ikkita element qo'yaman deb turib, ikkita elementiga 0-chi indeksi deb turib elementni beryapmiz, 1-chi indeksi deb elementni beryapmiz. Demak, 4 burchak qavsning ichida indeks yoziladi. E'tibor beramiz. 4 burchak qavsning ichida element emas, indeks yoziladi. Va teng deb turib, mana shu indeksga element beryapmiz. Ya'ni shkafni 3-chi polkasiga o'tgan kunlar kitobini qo'yapmiz. Tasavvur qiling. Shkafni 5-chi polkasiga yana qaysidir kitobni qo'yapmiz va hokazo. Mana shunaqa ko'rinishda nimasi ishlash jarayoni amalga oshiriladi. Endi ekranga chiqarish masalasi, mana e'tibor beramiz. To'plamning, o'sha to'plam deb tasavvur qilsak massivni, elementlarni ekranga chiqarish bu sikl yordamida amalga oshiriladi yoki birma-bir murojaat qilish mumkin. Ya'ni 0-chi indeksini ekranga chiqarib, 1-chi indeksi birma-bir mana shunaqa qilib copy state qilib yozish mumkin yoki mana shu takroriy jarayonni sikl yordamida ham amalga oshirish mumkin. Siklda qanaqa bo'ladi? Deyarli hamma o'sha sikl operatorlarida ishlash mexanizmi bir xil. Mana int teng 0 dan arrayning lengthgacha. Ya'ni length bu uzunlik, bilamiz. O'sha arrayning ichida nechta element bo'lsa, mana shu elementlar sonini qaytaradi. Count deb tushunsak ham bo'ladi. Va bitta qadam bilan davom etadi va ekranga e'tibor bering. Arrayning n'chi elementi deyapmiz. 0-chi, 1-chi va n'chi elementigacha birma-bir ekranga bitta bo'sh joy bilan mana chiqarib beradi, chiroyli qilib. Demak, o'zaro bu yerda taqqoslashlar mavjud, ya'ni statik va dinamik massivlar o'rtasidagi ba'zi bir farqlar bilan demak qo'shimcha ko'rib olishimiz mumkin. Yuqoridagi nimalarda ham, misollarda ham ko'rib o'tib ketdik. Demak, mana yaxshi plus tomonlari, bu yerda afzal tomonlarni keltirib o'tganmiz. Yana statik bloklar, ya'ni bloklar uchun ham qo'llaniladi. Statik so'zi umuman o'zi statik nimalarga nisbatan qo'llaniladi degan savolga, demak o'sha o'zgaruvchilardan tashqari, demak bloklar uchun ham, ya'ni struct deb aytiladi. Mana C++ da strukturalar uchun ham statikni qo'llash mumkin bu yerda. Va plus o'sha o'zgaruvchilar bloklardan tashqari bu metodlar, ya'ni funksiyalarga nisbatan ham ishlatilishi mumkin. U qanaqa amalga oshiriladi? Demak, statik kalit so'zi dasturlashda ishlatilishi bu ma'lumotni statik bo'ldi degani emas. Bu statik kalit so'zi o'zi dasturlashda ishlatilishi boshqa vazifa. Demak, o'zi ma'lumotning o'zi oldindan berilib, bu statik bo'ldi degani bu boshqa narsa. E'tibor beramiz. Hozir mana statik deb blok ochyapmiz. Bu degani bu yerdagi o'zgaruvchi endi o'zgarmas bo'lib qoldi, mana shu qiymatdan boshqa qabul qilmaydi degani emas. Buning vazifasi o'sha asosiy metoddan tashqari bitta sinfning ichida bir nechta metod bo'lishi mumkin. O'sha asosiy main metoddan tashqari boshqa bir metodni yozsak, yaratsak, o'sha yaratgan qo'shimcha metodni asosiy metodni ichida chaqirmoqchi bo'lsak, qo'shimcha metodimiz statik turida bo'lishi kerak. Statik kalit so'z qatnashishi kerak. Nimaga desa, uni asosiy metodning ichida ko'rib biladi, lekin ishlatib bilmaydi. O'sha ishlatib bilish uchun statik bo'lishi kerak. Xo'p, bu endi asosan obyektga yo'naltirilgan dasturlash tillarida ko'proq ishlatiladi. Hozir men umumiy ma'nosini aytib ketdim. Davom etamiz. Statik metodlar, mana yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha usullar deb ketganmiz, ya'ni metodlar o'sha funksiyalarga nisbatan ishlatilishi, dinamik ma'lumotlar tuzilmasi haqida mana aytib o'tib ketdik. Va endi mana yozuv sintaksisi bo'yicha, ya'ni elementlarni kiritish va o'sha mavjud bo'lgan elementlarni ekranga chiqarish bo'yicha qisqacha misol berib o'tib ketganmiz. Va endi mana chiziqli konteynerlar ikkinchi rejamiz bo'yicha ikkinchi bo'limimiz, ya'ni STL sinflar haqida
so'z yuritamiz. Demak, STL o'tgan darslarda ham aytib o'tib ketgandik. Bu standart template library degan, ya'ni standart turdagi funksiyalar, shablon funksiyalari. Ya'ni shablon bo'lgandan so'ng ixtiyoriy tur bo'yicha ishlab ketishini ta'minlab beradi va bular o'z o'rnida tashkil topadi. Maxsus algoritmlar, konteynerlar, iteratorlar va ba'zi funksiyalardan o'ziga tegishli private va public funksiyalaridan tashkil topadi. Demak, bularni amaliy ko'rib o'tib ketsak bo'ladi. Misol sifatida mana chiziqlar, ro'yxatlar, list, mana bir bog'lama ro'yxat sifatida list sinfini aytib o'tib ketsak bo'ladi. Mana umumiy yozuv sintaksiga e'tibor beramiz. List klassni nomi yozilyapti. Dastlab undan keyin mana katta kichik qausni ichida uni turi ko'rsatilyapti. Mana shu tur bu shablon ekanligini bildiradi. Ya'ni bu yerga stringdan tashqari integer, double, float va boshqa turlarni ham yozish mumkin. Ya'ni ixtiyoriy tur bo'yicha bu klassimiz ishlab biladi. Ya'ni funksiyalar mana shunga moslashib ishlab biladi. Shuning uchun bular to'plam klass deb aytiladi. List, mana obyektning nomi list teng new array list, ya'ni array list klassidan nasl olar ekan, ya'ni yaratilar ekan, string turida ishlaydi. Xo'p, endi mana metodlari dedik, o'sha functors bu metodlari o'zini funksiyalari ba'zi. Misol uchun add degan metodi bu element qo'shib beradi. Endi massiv bilan taqqoslab o'rgansak bo'ladi. Massivda demak 0-indeksi teng deb yozayotgan bo'lsak, bunda o'sha al, ya'ni obyekt klassni obyekti mana yaratildi, al bo'ldi. Tochka add metodi yordamida elementlar qo'shiladi. Xo'p, qanaqa metodlari bor? Bir qancha metodlar bor. Bu yerda mana bu sxemani keyingi darslarimizda ham batafsil tushuntirib o'tib ketamiz. Ya'ni qaysi klasslar, sinflar qaysi sinflardan nasl oladi, qaysi sinflar metodlarni o'zida implement qiladi, ya'ni chaqirib olib ishlatadi kabi savollarga javob berib o'tib ketamiz. Mana endi bog'langan ro'yxatlar bor. Bog'langan ro'yxat e'tibor beradigan bo'lsak, bu joylashgan elementi o'zidan keyingi elementga ukazatel, ya'ni ko'rsatkichini saqlab qoladi. Misol sifatida linked list degan maxsus klass bor. Bu klassimiz demak ketma-ketligi xotirada joylashuviga bog'liq bo'lmagan chiziqli ma'lumotlar to'plami hisoblanadi. Ro'yxatning har bir elementi keyingi elementiga ishora qiladi ukazatellar yordamida. Ma'lumotlar tuzilmasi sifatida linked listni bir-biriga bog'langan tugunlar ko'rinishida tasavvur qilishimiz mumkin. Har bir tugun o'z qiymatini va keyingi element manzilini saqlab turadi. Demak, mana sxemamiz bor, e'tibor beramiz. Oddiy mana massive array, linked list demak bog'langan ro'yxat. Demak, bularning farqi nimada mana bu yerda keltirib o'tib ketganmiz. Misol uchun massivdan ma'lumotni o'qish bir deganda, ya'ni bir amal bajarganda amalga oshiriladi. Bog'langan ro'yxatda n marta amal talab qilish kerak. Element qo'shish massivda n marta talab qiladi, lekin linked listda bir deganda element qo'shib beradi. O'chirish ham xuddi shunaqa. Endi mana e'tibor beramiz. Misol sifatida biz d degan elementni olmoqchimiz bog'langan ro'yxatdan. D degan elementni olishimiz uchun unga ko'rsatilgan yo'lni aniqlashimiz kerak. U yo'l o'zidan oldingi elementda joylashadi. Demak, avtomatik bu s'da joylashadi. Buning uchun s'ni bilishim kerak. S'ni bilishim uchun b'ni bilishim kerak. B'ni bilishimiz uchun a'ni bilishimiz kerak. Demak, dastlabki elementni bilib, undan keyingi ishoralar orqali zarur bo'lgan elementni topamiz. Mana shuning uchun ma'lumotni o'qishda demak n marta, maksimum n marta amal talab qiladi. Xo'p, bunga demak bugungi kundagi dasturiy vositalarda asosan qayerlarda ishlatiladi? Amaliy misol sifatida mana galereyani ko'rsatib o'tib ketganmiz, ya'ni rasmlar. E'tibor beradigan bo'lsak, mana 14 ta rasm bor deyapti. Tugmaga bossak, keyingiga bosadi, ortga knopkani bossak, tugmasini bossak, ortga bosadi. Ya'ni bir bosgandan srazu ma'lum bir nuqtasiga olib bormaydi. Mana shu yerdagi misolda, aynan mana shu misolda e'tibor beradigan bo'lsak, yoki oxiriga yoki ma'lum bir nuqtasiga birdan 8-chi, misol uchun birdan 12-chi rasmga olib bormaydi, faqat ketma-ket ko'rinishda ishlaydi. Mana shuni demak bog'langan ro'yxat ning ishlash mexanizmi deb tasavvur qilsak bo'ladi. Xo'p, demak afzallik va kamchiliklarni keltirib o'tganmiz. Bu yerda demak bog'langan ro'yxat turlari, demak umumiy abstrakt ma'lumotlar o'tgan darsimizda keltirib o'tganmiz va shu bilan demak bugungi ma'ruzamiz o'z nihoyasiga yetadi.